mana aytishadi-yu, oyda yilda bir ko'chaga chiqdim deydi. Mana har qatdan bizda shu mana misol uchun Xudo xolisi 6 oylik bo'lsak, mana birinchi marta mana shunaqa payt ko'chaga chiqyapmiz. Hozir ko'chada o'tirgan, kafeshkalarda o'tirgan qizlarni ko'ryapman-da, shunaqa qamlar chiroyli bo'lib, hech qayerga shoshilmasdan sekin menyularni ochib, buni tanlaymi deb o'tirishibdiki, magazinlarga kirib, buni kiyimi, yo, bu bo'lmaydi deb o'tirishibdi-da. Va o'zimga qarayapman. Hozir mana misol uchun unaqa zo'r ahvolda emasman. Sochim ham unaqa to'g'rilolmadim, chunki adamiz ishim bor Tashkent Cityda, bo'linglar, ulgursanglar, borib olasizlar dedilar. Apir-tapir qo'limga narsamni olib, ryukzagimni olib, bolamni olib chiqqan odamman-da. O'sha paytlarimni eslab, hozirgi holatim mana dekretdagi onalar tushunadi. 2x rejim yoqilgan. Ya'ni hamma narsani ulgurish, hamma narsani tezlashtirib qilish rejimi yoqilgan menda. Men nolimayapman. Prosta ichimdagi gaplarimni aytayapman, bo'lishyapman sizlar bilan va bir kun kelib mana shu holatimni o'zim ko'rishim uchun va albatta qumsash uchun, chunki bu vaqt hech qachon qaytib kelmaydi. Menga o'xshab shu dekretda o'tirib, voy, men ham shunaqa o'tirsam bo'lardi o'rtoqlarman deyotgan qizlar. Hali o'tirishga ulguramiz. Hali o'tirishga vaqt juda ham ko'p bo'ladi. Lekin bolajonimizning aynan mana shunaqa vaqti hech qachon qaytib kelmaydi va hech qachon hech nimaga almashtirilib olmaydi. O'shanga agar bu video sizga tushgan bo'lsa, bu bilingki, bu belgi sizga. Qizlar, hammasi yaxshi, hammasi oldinda.